Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, hayotiy ahamiyatga molik mavzuni muhokama qilamiz. Bu video sizning oilaviy byudjetingizga minglab, hatto 10 minglab so'm qo'shishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar haqida. Davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar, moddiy yordam va imtiyozlar tizimida joriy bahor faslida yuz bergan eng so'nggi va eng asosiy o'zgarishlarni tahlil qilamiz. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa hozirgi murakkab iqtisodiy sharoitda o'ta zarurdir. Ko'pchilik bu imkoniyatlardan bexabar yoki noto'g'ri ma'lumotlar tufayli ulardan foydalana olmayapti. Shuning uchun men sizlardan ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Bu nafaqat sizga, balki sizning atrofingizdagi yaqinlaringizga ham juda katta foyda keltirishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham siz uchun shunday foydali kontent yaratishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Ko'pchilik odamlar davlat tomonidan beriladigan yordam va imtiyozlarni faqat kam ta'minlangan oilalar yoki nogironligi bor shaxslarga beriladi deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri, ammo subsidiyalar tizimi ancha keng qamrovli va har bir oila, har bir fuqaro uchun o'ziga xos imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. O'tmishda davlat yordami olish jarayoni biroz murakkab, ko'p qog'ozbozlik bilan bog'liq edi. Hujjatlar yig'ish, turli idoralar eshiklarida navbat kutish va oxir-oqibat rad javobini olish holati tez-tez uchrab turardi. Ma'lumotlar ham talkoq edi. Odamlar qaysi turdagi yordamga murojaat qilishni bilmasdi. Ba'zida esa yordam miqdori nisbatan kam bo'lib, jiddiy moliyaviy muammolarni hal qilishga yetmasdi. Hozirgi kunda ayniqsa joriy bahor faslida davlat subsidiyalari tizimida bir qator muhim o'zgarishlar yuz berdi. Birinchi navbatda raqamlashtirish jarayoni kuchaytirildi. Ko'plab arizalarni endilikda onlayn tarzda uyda o'tirgan holda topshirish mumkin. Bu vaqtni tejaydi va korrupsiya xavfini kamaytiradi. Ikkinchidan, subsidiyalar turlari kengaytirildi va ba'zi yordam turlarining miqdori sezilarli darajada oshirildi. Davlat aholini, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga yanada ko'proq e'tibor qaratmoqda. Uchinchidan, mezonlar aniqlashtirildi. Kim qanday yordamga da'vogar bo'lishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar endilikda ancha shaffof va tushunarli. Davlatning asosiy maqsadi yordam chinakam muhtojlarga tez va samarali yetkazish. Bu o'zgarishlar nafaqat kam ta'minlangan oilalar uchun, balki kichik biznesni boshlovchi bo'lganlar, uy-joy sharoitini yaxshilamoqchi bo'lganlar, hatto kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalayotganlar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Oldingi yillardagi tartibga nisbatan hozirgi yordam tizimi ancha insonparvar va qulayroq bo'ldi, deya olamiz. Bu yangiliklardan xabardor bo'lish va ulardan to'g'ri foydalana bilish moliyaviy barqarorlikka erishish uchun muhim qadamdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Keling endi subsidiyalarning asosiy turlari va ularga kimlar murojaat qilishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ma'lumotlar sizga qaysi yordam turiga mos kelishingizni aniqlashga yordam beradi. 1. Moddiy yordam va nafaqalar. Kimga mo'ljallangan? Kam ta'minlangan oilalar, bolalikdan nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz fuqarolar. Nimani bilish kerak? Bahor faslida ushbu nafaqalarni tayinlash mezonlariga ayrim aniqliklar kiritildi. Endilikda oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadni hisoblashda ba'zi moddalarni hisobga olmaslik imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa ko'proq oilalarning kam ta'minlangan deb topilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, nafaqa miqdorlari ham inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqildi va ba'zi kategoriyalar uchun oshirildi. Misol 1, kam ta'minlangan oila. Farruq akamning oilasida 5 kishi bor, o'zlari. Turmush o'rtog'i va 3 nafar voyaga yetmagan farzandi. Farruq akamning rasmiy oylik daromadi 2800 ming so'm. Turmush o'rtog'i uy bekasi, oldinlari. Ularning har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromadi davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatdan biroz yuqori bo'lgani uchun ular moddiy yordam ola olmasdi. Ammo joriy bahorda kiritilgan yangiliklarga ko'ra, endilikda oilaviy daromadni hisoblashda ba'zi bir to'lovlar, masalan, majburiy sug'urta badallari yoki kredit to'lovlarining bir qismi inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa Farruq akamning oilasini kam ta'minlanganlar qatoriga kiritishi va ularga har oy 1 ming so'mgacha moddiy yordam olish imkonini berishi mumkin.
Bu albatta ularning kunlik xarajatlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Kim xavotir olishi kerak? Daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan birozgina yuqori bo'lgan, ammo moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan oilalar, ularga qayta murojaat qilishni maslahat beraman. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Daromadi sezilarli darajada yuqori bo'lgan yoki boshqa davlat yordamlarini allaqachon olib kelayotgan fuqarolar. 2. Uy-joy subsidiyalari. Kimga mo'ljallangan? Uy-joyga muhtoj bo'lgan oilalar. Shuningdek, ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich to'lov yoki foizlarni qoplashda qiynalayotganlar. Nimani bilish kerak? Joriy yilda subsidiyalar ajratish mezonlari soddalashtirildi va endilikda ko'proq aholi qatlamlari uy-joy subsidiyasini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Asosiy o'zgarishlardan biri uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarni aniqlash mexanizmi yanada shaffof va adolatliroq bo'ldi. Bundan tashqari, ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich to'lovni qoplash uchun ajratiladigan subsidiya miqdori oshirilgan bo'lishi mumkin. Misol 2. Ipoteka subsidiyasi. Dilnoza opa yosh oila turmush o'rtog'i bilan birga bir farzandini tarbiyalaydi. Ular kvartira ijarasida yashaydi va o'z uyiga ega bo'lishni xohlaydi. O'tgan yil ular ipoteka kreditiga murojaat qilishgan. Ammo boshlang'ich to'lov uchun 3,5 million so'm yig'a olmaganlar. Joriy bahorda kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, endilikda Dilnoza opa kabi oilalar uchun boshlang'ich to'lovni qoplash uchun davlat subsidiyasining maksimal miqdori 32 million so'mga yetkazilgan bo'lishi mumkin. Yoki kreditning foiz qismini qoplash uchun ajratiladigan yordam miqdori oshirilgan. Bu Dilnoza opaning oilasiga o'zi uchun boshlang'ich to'lovni amalga oshirish va bankdan ipoteka kreditini olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ularga kam foizli kreditlarda birinchi 5 yil uchun foiz to'lovlarining bir qismi davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Bu esa oyma-oy to'lovlarni ancha yengillashtiradi. Kim xavotir olishi kerak? Uy-joy sharoiti og'ir bo'lgan oilalar, ijara haqi to'lashga qiynalayotganlar, ipoteka kreditini olishni rejalashtirgan, ammo mablag'i yetmayotgan yosh oilalar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Yaxshi uy-joy sharoitiga ega bo'lganlar yoki davlat tomonidan uy-joy ajratilgan shaxslar. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash subsidiyalari. Kimga mo'ljallangan? Ishsiz fuqarolar, yoshlar va ayollar, shuningdek, o'z biznesini boshlamoqchi bo'lganlar yoki mavjud biznesini kengaytirmoqchi bo'lgan kichik tadbirkorlar. Nimani bilish kerak? Bahorda ayniqsa yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi grant dasturlari ishga tushirildi va mavjudlari kengaytirildi. Qishloq xo'jaligi sohasida ham kichik fermer xo'jaliklarini rivojlantirish uchun subsidiyalar joriy etilishi mumkin. Bu imkoniyatlar asosan o'zini o'zi band qilish va aholining bandligini ta'minlashga qaratilgan. Misol uchun biznes boshlash uchun grant. Rustam 25 yoshda institutni tugatgan, ammo o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmagan. Uning do'sti bilan kofe ishlab chiqarish kichik korxonasini ochish g'oyasi bor edi. Ammo boshlang'ich kapital yetishmasdi. Oldingi yillarda bunday grantlar kamroq bo'lgan. Joriy bahorda e'lon qilingan yosh tadbirkorlarga ko'mak dasturi doirasida Rustam va uning do'sti o'z biznes rejalarini taqdim etib, 20 million so'mgacha grant yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Bu grant ularga dastlabki xomashyo sotib olish, uskunalar ijaraga olish va kichik marketing kompaniyasini boshlash uchun yetarli bo'ladi. Rustamga o'xshagan yoshlar uchun bu juda katta imkoniyat. Kim xavotir olishi kerak? Ishsiz, ammo g'oyalarga boy, tadbirkorlikka intilayotgan yoshlar va ayollar. Shuningdek, kichik biznesini kengaytirishga ehtiyoji bor tadbirkorlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Barqaror va katta daromadga ega bo'lgan tadbirkorlar yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanish niyati bo'lmaganlar. 4. Kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya. Kimga mo'ljallangan? Kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bor shaxslar. Nimani bilish kerak? Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar narxi oshgani sababli davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun kompensatsiya miqdorini oshirishi mumkin. Bu ayniqsa isitish mavsumida va elektr energiyasi iste'moli yuqori bo'lgan paytlarda juda muhimdir. Misol, pensioner, nodir 70 yoshdan oshgan yolg'iz pensioner. Uning pensiyasi har oyda 200 million so'm. Oldinlari u kommunal to'lovlar uchun 1000 so'm kompensatsiya olardi. Ammo joriy bahorda kiritilgan o'zgarishlar bilan kommunal xizmatlar narxi oshganligi sababli Nodira ayaning pensiyasiga qo'shimcha ravishda kommunal xizmatlar uchun
beriladigan kompensatsiya miqdori 200 bin so'mga yetkazilgan bo'lishi mumkin. Bu uning oylik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Kim xavotir olishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan toifada fuqarolar, kommunal to'lovlar uchun har oy moliyaviy bosimni his qilayotganlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Daromadi yuqori bo'lgan fuqarolar yoki subsidiya olib kelayotgan, ammo xarajatlar o'zgarmagan fuqarolar. Bu imkoniyatlar faqat bir nechta misollar, ammo ular sizga davlat yordami tizimi qanchalik kengayib borayotganini ko'rsatib turibdi. Endi esa bu tizimning ba'zi nozik jihatlari va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlarga to'xtalamiz. Asosiy qism 2 qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nozik nuqtalar har qanday tizimda bo'lgani kabi davlat subsidiyalari tizimida ham o'ziga xos istisnolar. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalar mavjud. Bu ma'lumotlar sizga arizangizni muvaffaqiyatli topshirish va kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Bindi. Qoidadan istisnolar va vaqtinchalik dasturlar. Ba'zi subsidiyalar dasturlari vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Masalan, yoshlar uchun bir martalik yordam yoki ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish kabi loyihalar qisqa muddatga mo'ljallangan bo'ladi va ularning muddati tugashi bilan yopiladi. Shuning uchun imkoniyatdan kechikmasdan foydalanish muhim. Hududiy farqlar. Barcha subsidiyalar respublikaning barcha hududlarida bir xil sharoitlarda amal qilmasligi mumkin. Masalan, tog'li hududlarda yashovchilar uchun yoki olis qishloq joylarda aholini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mahalliy dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda o'z mahalliy hokimiyatingiz yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtirish zarur. Maxsus sharoitlar, ba'zi subsidiya turlari uchun maxsus shartlar belgilanishi mumkin. Masalan, ishsiz fuqarolarga beriladigan subsidiyalar ularning ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tganligini va ish takliflaridan asossiz rad etmaganligini talab qilishi mumkin. Agar siz biror kursda o'qiyotgan bo'lsangiz yoki harbiy xizmatni o'tayotgan bo'lsangiz, ba'zi yordam turlaridan foydalana olmasligingiz mumkin. 2 qaltis jihatlar va xatarlar. Noto'g'ri hujjatlar. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri hujjatlarni noto'g'ri to'ldirish yoki ularning to'liq bo'lmasligi. Har bir hujjatni 2 marta tekshiring. Hatto kichik xatolar ham arizangizni rad etilishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, bank rekvizitlarida bir raqamning noto'g'ri yozilishi pul o'tkazmasining amalga oshirilmasligiga sabab bo'ladi. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Ko'plab subsidiyalar uchun ariza qabul qilishning belgilangan muddatlari bor. Bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, keyingi yilgacha kutishga to'g'ri keladi. Axborot doimiy ravishda kuzatib boring. Barcha dasturlardan bexabarlik. Ko'pchilik faqat eng mashhur subsidiya turlarini biladi va boshqalardan bexabar qoladi. Ehtimol sizga aynan boshqa kamroq mashhur bo'lgan subsidiya to'g'ri kelar. Masalan, agar siz qishloq joyda yashasangiz va chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, mahalliy hokimiyat tomonidan beriladigan maxsus dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda markaziy televideniyada kamroq gapiriladi. Oilaviy vaziyatdagi o'zgarishlar. Agar siz subsidiya olib turgan bo'lsangiz va oilaviy daromadingizda sezilarli o'zgarishlar yuz bersa, masalan, yangi ishga kirdingiz, katta miqdorda meros oldingiz yoki oila tarkibi o'zgardi. Bu haqda tegishli organlarga xabar berishingiz shart. Aks holda siz noqonuniy ravishda subsidiya olgan hisoblanib, qaytarishingiz va hatto jarimaga tortilishingiz mumkin. Firibgarlik, davlat yordamini olishda yordam beraman deb pul talab qiluvchi shaxslardan ehtiyot bo'ling. Subsidiyalar bepul taqdim etiladi. Hech kimga hujjatlaringizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Faqatgina rasmiy idoralar va portallar orqali murojaat qiling. Oshkor etilmagan nozik nuqtalar. Turli subsidiyalarning o'zaro ta'siri. Ba'zi hollarda bir turdagi subsidiyani olish boshqa turdagi yordamdan mahrum qilishga olib kelishi mumkin. Masalan, agar siz uy-joy uchun katta miqdorda subsidiya olgan bo'lsangiz, shu yili kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olishingiz cheklanishi mumkin. Bu haqda ariza topshirishdan avval aniqlik kiritish lozim. Ijtimoiy reyting tizimi va ma'lumotlar bazalari. Bugungi kunda davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuv tizimi juda rivojlangan. Sizning daromadlaringiz, mol-mulkingiz, oilaviy tarkibingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud. Shuning uchun ariza topshirishda noto'g'ri ma'lumot berishga urinish befoyda. Hammasi aniqlanadi. Aksincha, agar sizda haqiqatan ham yordamga ehtiyoj bo'lsa, bu tizim sizning arizangizni tezroq ko'rib chiqishga yordam beradi. Mahalla qo'mitasining roli.
ko'pgina subsidiyalar, ayniqsa moddiy yordam va nafaqalar mahalla qo'mitasi tavsiyasi yoki tasdig'i asosida beriladi. Mahallaning ijtimoiy xodimlariga o'z muammolaringizni tushuntirish, vaziyatingizni to'g'ri tushuntirib berish juda muhim. Ular sizning arizangizni ko'rib chiqishda asosiy bo'g'inlardan biri bo'ladi. Ularning xulosasi sizning imkoniyatlaringizni oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Rad javobini shikoyat qilish. Agar arizangiz rad etilsa, sababini so'rashdan qo'rqmang. Agar siz rad javobi adolatsiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Rad etish sababini aniq bilish va uni bartaraf etishga harakat qilish muhim. Bu nozik jihatlarni tushunish sizga davlat yordami olish yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tishda yordam beradi va sizning arizangizning muvaffaqiyatli ko'rib chiqilish ehtimolini oshiradi. Endi esa amaliy harakatlar rejasiga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Siz aynan nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar sizga davlatdan minglab so'mlarni olish imkoniyatini beradigan subsidiyalarga muvaffaqiyatli murojaat qilishga yordam beradi. 1. Ma'lumot to'plash va o'rganish. Rasmiy manbalar. Eng ishonchli ma'lumot manbalari bu hukumatning rasmiy veb-saytlari. Jumladan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, Mayton.uz yoki e-davlat, Iqtisodiyot va moliya vazirligi saytlari, mahalla va nuroniylar vazirligi sayti, Xalq banki va boshqa tijorat banklarining subsidiya bo'limlari. Shuningdek, mahalliy hokimiyatlarning rasmiy portallari. Bu yerda siz barcha yangiliklar, dasturlar va ularning shartlari haqida batafsil ma'lumot topishingiz mumkin. Mahalla qo'mitasi. Mahallangizdagi ijtimoiy xodim yoki mahalla raisi bilan bog'laning. Ular sizning hududingizda mavjud bo'lgan maxsus dasturlar, shuningdek, umumiy subsidiyalar haqida ma'lumot bera oladi va hujjatlarni tayyorlashda maslahat berishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, bu markazlar sizga kerakli ma'lumotlarni olish va arizalarni topshirishda bevosita yordam beradi. U yerga borib maslahat olishingiz, bukletlar yigishingiz mumkin. Ishonchli yangilik manbalari, ommaviy axborot vositalaridagi rasmiy yangiliklar kanallarini kuzatib boring. Ammo har qanday ma'lumotni rasmiy manbalar orqali tekshirishni unutmang. 2 muvofiqlikni tekshirish, o'z-o'zini baholash. Siz qaysi kategoriya egasiz? Kam ta'minlangan oila, ko'p bolali oila, yosh oila, yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, ishsiz fuqaro, yosh tadbirkor va hokazo. O'zingizni aniq bir kategoriya bilan bog'lay olishingiz kerak. Daromadingizni hisoblang. Oilangizning barcha a'zolarining umumiy oylik daromadini hisoblang. So'ngra uni oila a'zolari soniga bo'lib, har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromadni aniqlang. Bu ko'rsatkich davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan kam bo'lsa, siz kam ta'minlangan deb topilishingiz mumkin. Minimal iste'mol xarajatlari miqdorini Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy saytida topishingiz mumkin. Hujjatlarni o'rganing. Har bir subsidiya turining o'z shartlari va talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati bor. Ularni diqqat bilan o'rganing. 3 hujjatlar yig'ish. Shaxs tasdiqlovchi hujjatlar. Pasport yoki ID karta o'zingiz va oilangiz a'zolariniki. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromad haqida ma'lumotnoma ish joyingizdan, agar ishlasangiz, pensiya jamg'armasidan pensionerlar uchun, ishga joylashtirishga ko'maklash markazidan ishsizlar uchun olinadi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, soliq organlaridan daromadingiz haqida ma'lumotnoma olasiz. Bank rekvizitlari, subsidiya pullari o'tkaziladigan bank hisob raqamingizning ma'lumotlari, tug'ilganlik haqida guvohnomalar, bolalar uchun. Mol-mulk haqida ma'lumotnoma, kadastr organlaridan, agar uy-joy subsidiyasiga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, nogironlik guvohnomasi, nogironligi bor shaxslar uchun, biznes ija tadbirkorlik grantlari uchun. Buni ehtiyotkorlik bilan va jiddiy yondashuv bilan tayyorlash juda muhim. Boshqa maxsus hujjatlar, har bir subsidiya turi uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, yolg'iz onalar uchun nikoh bekor qilinganligi haqida guvohnoma yoki vafot etganlik haqida guvohnoma. 4 ariza topshirish jarayoni. Onlayn agar sizda elektron imzo e-imzo bo'lsa va kompyuterdan foydalana olsangiz, my.gov. Uz portali orqali ariza topshirish eng qulay yo'l. Bu yerda siz tegishli xizmatni tanlab, onlayn shaklda to'ldirasiz va hujjatlaringizni elektron shaklda yuklaysiz. Barcha ko'rsatmalarga aniq amal qiling. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Agar onlayn ariza topshirishda qiynalsangiz yoki elektron imzoingiz bo'lmasa, DXMga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda xodimlar sizga hujjatlarni to'ldirishda
yordam beradi va ularni elektron tizimga kiritadi. Mahalla qo'mitasi ba'zi subsidiyalar ayniqsa moddiy yordam uchun arzon mahalla orqali qabul qilinadi. Mahalla ijtimoiy xodimi sizning holatingizni o'rganib chiqadi va tavsiyanoma beradi. Maxsus vazirlik, agentlik ba'zi subsidiyalar bevosita tegishli vazirliklar yoki agentliklar, masalan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi orqali beriladi. Ariza topshirishdan oldin qaysi idora mas'ul ekanligini aniqlang. E'tibor berish kerak. Arizani to'ldirishda barcha savollarga aniq va to'g'ri javob bering. Hech qanday ma'lumotni yashirishga urinmang. Barcha talab qilingan hujjatlarni ilova qiling. 5. Jarayonni kuzatish va nazorat qilish. Arizaning holatini tekshirish. MyBankAgov. Uz portalida topshirilgan arizangizning holatini doimiy ravishda tekshirib turishingiz mumkin. Shuningdek, sizga SMS xabarnomalar kelishi mumkin. Rad javobi bo'lsa nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniq bilib oling. Agar bu hujjatlardagi kamchilik bo'lsa, ularni tuzatib qayta murojaat qiling. Agar sabab boshqa bo'lsa va siz uni adolatsiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Xalq qabulxonasiga, Adliya vazirligiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu qadamlarni diqqat bilan va to'liq bajarsangiz, davlat tomonidan beriladigan yordam va imtiyozlarni olish imkoniyatingiz sezilarli darajada oshadi. Har bir qadamda shoshilmang va barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan davlat subsidiyalari tizimidagi joriy bahor o'zgarishlari, kimlar bu imkoniyatlardan foydalanishi mumkinligi, qaltis jihatlar va ularni qanday yengib o'tish bo'yicha batafsil ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Esingizda tutingki, davlat tomonidan beriladigan yordam bu sizning huquqingiz. Faqatgina bu huquqlardan qanday qilib to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Ushbu videoda berilgan ma'lumotlar sizga moliyaviy barqarorlikka erishishda va hayot sharoitingizni yaxshilashda yordam beradi degan umiddaman. Eng muhimi bexabar qolmaslik va harakat qilish. Qancha ko'p odam bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsa, shuncha ko'p oila o'z hayotini yaxshilay oladi. Agar sizda yana qandaydir savollar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham siz uchun foydali va amaliy ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha